Ro'zmat aka juda ko'pchilikda eng katta qilayotgan xatosi ko'chat olishda xatolikka yo'l qo'yadi. Siz qanday tavsiya etasiz ko'chat olishda nima xatoni qilmaslik kerak? Xatosi yetilmagan ko'chat. Yetilmagan ko'chat. Ildizlari zo'r, shaykasi baquvvat ko'chat ekilgandan keyin 45-50 kunda hosilga kiradi. Zo'r. Ba'zilar ovolyapti-da ko'chatni 4 oylab baqiyapti, uni rasxod ko'payib ketyapti. Aka, mana men aytdim hozir aprel oyida sizda ko'chat ko'ryapman. Bundan hosil olasizmi? Nima uchun ekib qo'ygansiz? Bunda hosil olmaydi. Bu Solxyanning yangi versiyasi F1 ko'chatini olib kirganmiz, xudo xolasa. Ko'chat uchun bu. Ha, demak bu Matichning bundan faqatgina ko'chat uchun foydalanadi. Ko'chat uchun foydalanadi. Ha, demak klientlar kelib turib sizdan ko'chat olmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilishi mumkin. Albatta, bu aprel oyida mana shu 12sigacha ekilgan ko'chatlar, aprelning 12sida tugatilgan ekib. Zo'r. Agar sizlarga ham ishonchli, sifatli ko'chatlar kerak bo'lsa, akaga ham murojaat qilishingiz mumkin. Mana hozirdan uje aprel oyida yangi mavsum uchun ko'chatlarni yetishtirish harakati boshlangan.